Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salatu salomlar bo'lsin. Sizlar bilan haftalik tafsirdan bo'lib kelayotgan darsimizda Juma surasini tafsirini qilib o'tamiz. Undan keyin aytadiki Alloh taolo: "Qul innal mawtallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizlar o'limdan qochyapsizlar. O'lishni istamayapsizlar. Lekin o'lim albatta sizlarga yo'liqadi. Nafaqat ularga, balki butun insoniyatga yo'liqadi. Inson odati o'limdan qochish bo'ladi. Shundan inson davolanadi, sog'ligiga qattiq e'tibor beradi. To'g'ri, bu insonning tabiati, dunyoda ham yashab qolishni istaydi. Lekin Alloh taolo bu yerda qaror toptirmoqchi bo'layotgan narsa, har bir insonni boshiga o'lim keladi. Qochib yuradimi? Qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta o'lim u insonni izlab boradi. Asosiy narsa o'lgandan keyin bo'ladi. Bu o'lim shunchaki bu hayoti tugashligi xolos. Lekin undan keyingi bo'lgan narsa muhim narsa. Shundan keyin aytdiki Alloh taolo: "Summa turadduna ila alimil g'oybi vash shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Sizlar oshkora bo'lgan, maxfiy bo'lgan barcha narsani bilib turuvchi bo'lgan zotga qaytarilasizlar dedi. Ya'ni Alloh taoloning huzuriga qaytarilasizlar. Alloh taolo esa hamma narsadan xabardor. Oshkor qilinayotgan ishlardan, maxfiy bo'lgan ishlardan, inson tashqi amalda qilayotgan narsalar bo'lsin, qalbida sir saqlayotgan narsalar bo'lsin, niyatiga keltirayotgan, xayoldan o'tkazayotgan narsalar bo'lsin, barcha narsasidan Alloh taolo xabardor. O'shanday bo'lgan zotni oldiga yig'ilasizlar, qaytarilasizlar. Demak, inson bu dunyoda boshqalarni aldashi mumkin. Chunki insonning ichki holatini bilmaydi-ku ular, yashirin holatlarni bilmaydi-ku. Alloh taolo esa bu narsalarning hammasidan xabardor. Demak, Alloh taoloning huzurida adolat qaror topadi. Har kim o'zini qilgan amaliga yarasha jazo yoki mukofotini oladi. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Alloh taolo sizlarga qilib o'tgan ishlaringizni xabarini beradi. O'shanga ko'ra sizlarni hisob-kitob qiladi, jazo mukofotlarini olasizlar dedi. Asosiy insonni bu dunyoda yashab o'tishligidagi maqsadi mana shu. Alloh taoloning huzurida hisob-kitob berib, unga yarasha inson mukofot jazosini oladi. Bu dunyoda esa inson Alloh taoloning ko'rsatmasiga binoan yashab o'tishligi kerak bo'ladi. Shunda bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis sharif keladi. Kim Alloh taologa yo'liqishni yaxshi ko'rsa, Alloh taolo ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishni yoqtirmasa, Alloh taolo ham unga yo'liqishni yoqtirmaydi deb aytadilar. Shunda ayollardan birlari aytadiki, Oysha onamiz yoki boshqalar aytadilar: "Ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biz o'limni yoqtirmaymiz u. Ya'ni inson tabiati o'limni hech qaysi bir inson yoqtirmaydi-ku." Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Yo'q, undagi emas. Lekin mo'min bo'lgan odamga o'lim payti kelgan paytida unga Alloh taoloning roziligi, Alloh taolo uni ikrom qilishligi to'g'risida xabar beriladi. U insonda juda chiroyli bo'lgan suratda jonini olib, Alloh taoloning xush xabarini yetkaziladi u insonga, vafot etayotgan kimsaga. Ana o'shanda bu insonga oldidagi, kelajagidagi turgan narsalardan ko'ra, ya'ni kelayotgan narsalardan ko'ra suyumliroq narsa bo'lmaydi. Ya'ni Allohga yo'liqishidan ko'ra u insonga suyumli narsa bo'lmaydi. Nimaga? Chunki Alloh taoloning huzuridagi bo'lgan narsalar to'g'risida xabar berildi-da unga. Shunday mukofotlarni beriladi senga deb. O'shandan Alloh taologa yo'liqishni yaxshi ko'radi, Alloh taolo ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Endi kofir bo'lgan odamga o'lim to'shagida yotgan paytida jon taslim qilishlik asnosida unga kelgan farishta Alloh taoloning azob uqubatidan qattiq uni qo'rqitadi. Alloh taoloning azob uqubatiga ketayotganligini aytadi. Shu haqida xabar beradi. Unda u insonga, jon taslim qilayotgan kimsaga oldidagi turgan narsadan ko'ra yomonroq narsa bo'lmaydi. O'shandan Allohga yo'liqishni yoqtirmaydi, Alloh taolo ham unga yo'liqishni yoqtirmaydi deb keladi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan ekan. Demak, o'lim hamma kimsaning boshida bor, lekin inson qanday yashab o'tishligi juda ham muhim. Inson bu dunyoda Alloh taoloning roziligiga erishadigan ishlarni qilib o'tadigan bo'lsa, vafotidan oldin u insonga farishtalar tomonidan xush xabar beriladi.
xushxabar berilishligi esa insonni yuzida tabassum uyg'onadi. Shuning uchun jon taslim qilgan paytida ayrim kimsalarning yuzlariga tabassum yurganligini ko'rinadi. Bu mana shu berilgan xabardan bo'lgan tabassum. Alloh taolo barchalarimizni o'shanday kimsalardan qilsin. Ana undan keyin Alloh taolo juma kuni juma namozini muhim ekanligi to'g'risida mo'minlarga xitob qilib aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-solati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi va dharul bay'." Ey iymon keltirgan kimsalar, agar juma kunida juma namoziga azon aytiladigan bo'lsa, Alloh taoloning zikriga, ya'ni o'sha namozga, xutbaga shoshilinglar dedi. Ya'ni ila zikrillohni mufassirlar xutbaga deb aytilgan. Demak, inson juma kuni xutbaga shoshiladi. Xutba qachon? Ya'ni xutba boshda bizda yurtlarimizda o'zbekcha gapiriladigan ma'ruza emas, balki o'sha imom minbarga chiqib turib alohida xutba o'qiydi, o'sha narsa. Boshqa diyorlarda u xutbani aytiladi, keyin uzoqroq bo'ladi. Undan keyin namoz o'qiladi. Demak, o'sha juma kuni alohida xoslangan. Chunki bu insonlar ommatan juma kuni o'zlariga hayotlarida kerakli bo'lgan tavsiyalarni olishadi, pan nasihatlarni olishadi. Shuning uchun juma xutbasiga borishga qattiq targ'ib qilinadi. Va darul bay. Unga borishdan sizlarni to'sib qo'yadigan, unga xalaqit qiladigan barcha narsalarni tashlanglar dedi. Hatto tijoratinglar bo'lsa, tijoratni qo'yinglar dedi. Demak, insonlar juma paytida tijorat qilishligi yoki savdo sotiq qilishligi durust emas. Juma farz bo'lgan odamlarga, ya'ni erkaklarga. Qachon? Jumani hozirgi paytdagi ikkinchi azonidan keyin. Ya'ni bu imom xutbaga chiqib salom bergan paytda azon aytish boshlanadi. Bu ikkinchi azon hisoblanadi. Ana o'shanda inson albatta tijorat va hamma narsasini tashlab masjidga shoshilishi kerak, chunki mana shunda inson xutbaga yetib oladi. Endi musofir bo'lgan odam bo'lsa, ayollar bo'lsa, bolalar bo'lsa, bular narsalarni olishligi mumkin. Avvallari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhu davrlarida bir azon bo'lgan xolos. Imom minbarga chiqqan paytida azon aytilgan. Usmon radhiyallohu anhu davrlarida esa Madina kengaygandan keyin odamlarga bir eslatma berishlik uchun juma kunida o'sha juma namozidan 1 soat, yarim soat oldinroq azon aytilganki, odamlar eslasin, juma ekanligini bilsin-da, uyga borib yangi kiyimlarni kiyib, kelgusi yuvinib juma namoziga kelsin. Bu bir eslatma sifatida oldin bu ikkinchi azonni yo'lga qo'yilgan. O'sha bo'yi mana bizga hozirgi kunimizgacha bu narsa davom etib keladi. Shuning uchun juma birinchi azonni esa biroz ertaroq aytiladi. O'zi odatda odamlar uni eshitib turib, jumaga tayyorgarligini ko'rsin deb. Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Albatta mana shu narsa. Jumani qoldirmaslik, jumaga shoshilishlik, ya'ni yugurib borish degani emas, ya'ni jumaga intilish. Hamda o'sha xutbani qoldirmaslik, jumaga ta'xir qilmaslik, bu narsalar agar bilsalaringiz sizlar uchun yaxshiroq dedi. Buni Alloh taolo aytdi. U zot nima yaxshi, nima yomon ekanligini albatta biladi. Demak, inson juma namoziga intilib borar ekan, Alloh taolo uni biladi. Mukofotini ham o'ziga yarasha beradi. Shuning uchun jumaga erta boradigan odamlarga alohida mukofotlarni zikr qilingan. Bu hadislarda keladi. Ertaroq boradigan odamlarga, lekin kechroq boradigan odamlar bo'lsa, bular endi o'sha fazilatlardan mahrum bo'lib qoladi. Shuning uchun odamni bir necha daqiqalar katta ajr mukofotga ega bo'lishiga yoki undan mahrum bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun jumaga boradigan odam biroz ertaroqdan borib, u joyda Alloh qodir qilgancha namoz o'qib, Kaf surasini o'qib yoki Qur'on o'qib zikr qilib o'tiradigan bo'lsa, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytgan ham sadaqa qilishga hamda undan tashqari yana bir yillik bo'ladigan ibodatlar bilan o'shanday ajr savoblarga inson ega bo'lishligi mumkin bo'ladi. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ana endi namoz tamomiga yetadigan bo'lsa, juma namozi o'qilib bo'ladigan bo'lsa, unda endi ishlaringizga qaytaveringlar dedi. Fantashiru fil ard. Yerda tarqalinglar, ya'ni ishlaringizga qaytaveringlar. Juma namoziga keldinglar, ado etdinglar, ana endi sizlar boshqa tirikchilik ishlaringizga boraveringlar dedi.
vabtag'u min fadlillah, alloh taoloning fazlidan, alloh taoloning boyligidan bergan mol dunyosidan unda istayveringlar endi sizlar deb aytdi. Demak, inson juma namozini ado etgandan keyin tamom endi o'zini ishiga boradi, tirikchiligiga qilaveradi. Shundan bizni dinimiz demak ham ibodat dini, ham amal dini, ham inson ijtihod qilib harakat qiladigan, rizqini istaydigan shu narsalarga hammasiga buyuradigan din. Faqatgina masjid o'zida emas, balki demak insonni kundalik hayotida kerak bo'ladigan narsalarning hammasiga to'g'ri, qaysi bir to'g'ri bo'ladigan bo'lsa o'shanga buyuradigan, o'sha narsaga yo'llanma beradigan dindir. Vazkurulloha kaseeran. Albatta, juma namozidan ketgandan keyin ham inson Alloh taoloning zikrida doim bo'lsin dedi. Alloh taoloni oz emas, ko'p eslanglar dedi. Ko'p eslashligimiz doim Alloh taoloni. Masalan, taom yeyotganimizda, suv chekkanimizda, uya bo'lganimizdan keyin ham kiyim kiyayotganimizda yoki ko'chaga chiqayotganimizda, uyga kirayotganimizda, birov bilan ko'rishganimizda ham doim Alloh taoloning zikrini qilamiz. Hattoki assalomu alaykum deb aytishlik ham Alloh taoloning zikri. Chunki u inson u aytgan salomiga 10 barobar ajr oladi. O'shandek, demak, Alloh taoloni ko'p zikr qilinglar dedi. Bu narsada mana hadislarda ham bayon qilinganki, inson juda ham qisqa muddatda katta ajr mukofotlarga ega bo'lishligi. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislari bor, kim subhanallohi va bihamdihi deb 100 marta aytadigan bo'lsa, qancha vaqtda aytadi? 2 daqiqada keladi. 2-3 daqiqaga bormasdan aytib o'tadi. Subhanallohi va bihamdi. Ya'ni Alloh taoloni maqtab, u zotni poklayman degani. Bu odamning gunohlari kechiriladi, kichik gunohlar albatta, garchi dengizlarning ko'pigicha bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham deb keltirilgan. Insondan asosan ko'plab sodir bo'ladigan gunohlar kichik gunohlar bo'ladi. Katta gunohlarda inson o'zi biladi katta gunoh qilganligini. Unga alohida tavba kerak. Bu o'g'irlik bo'lsin, talon-taroj qilish bo'lsin, sudxo'rlik bo'lsin, bu inson biladi bu gunoh kabiralarni. Lekin asosan insonning tilidan chiqib ketadigan ancha-muncha gap so'zlar bo'ladi. Bu narsalarda inson o'shandek tasbih aytishligi, ibodatlari, ro'zasi, boshqasi namozi insonning gunohlarini kechirishligiga sabab bo'lib turadi. Yana undan tashqari boshqa hadis sharifda ham keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi birlaringiz har kuni 1000 ta hasanot kasb olishdan ojiz bo'ladi? Kim 1000 ta hasanotni qo'liga kirita olmaydi? Shunda o'tirganlardan birisi so'radiki, qanaqa qilib bu 1000 ta yaxshilikni qila olmaymiz deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, 100 marta tasbih aytsin, subhanalloh deb turib, u odamga 1000 ta yaxshilik yoziladi, 1000 ta gunoh undan kechiriladi dedi. Bu Imom Muslim rivoyat qilgan hadis ekan. Demak, o'shandek inson juda qisqa muddatlarda Alloh taoloning zikri etishi orqali juda ham katta ajr savoblarga ega bo'lar ekan. Alloh taoloning zikri halol haromni ham ado etishlik, qilish kerak bo'lgan vojibotlarni qilgan, farzlarni qilgan paytida Alloh taoloning zikri bo'ladi. Inson haromdan chetlanishligi ham Alloh taoloning zikriga kiradi. Sababi Alloh taoloni qaytarganligini eslab inson u narsadan tiyiladi. Demak, bu Alloh taoloni zikr qildi, esladi. Undan keyin aytadiki, bu Alloh taoloni ko'p eslashlik insonni muvaffaqiyatga erishishligiga sabab bo'ladi dunyo oxirat ishlarida. Shundan la'allakum tuflihun dedi. Shoyat sizlar muvaffaqiyatga erishsalaringiz, dunyo ham oxiratda, barcha ishlaringizda. Chunki Alloh taolo tomonidan inson u zotni ko'p zikr qilib eslaydigan bo'lsa, beriladigan narsalar barakotli bo'ladi. Dunyo bo'lsin, ilm bo'lsin yoki boshqa amallar bo'lsin, inson Alloh taoloning zikrini ko'p qiladigan bo'lsa, u insonga ajr mukofotlarni ziyoda qilib beriladi. Shuning uchun Alloh taoloning zikrini ko'p qilishlikka Alloh taolo doim buyuradi. Hattoki jihad vaqtida bo'lsin, ibodat vaqtida bo'lsin, Alloh taoloning zikrini ko'p qilishlikka insonni targ'ib qilinadi. Va idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha va tarakuka qa'ima. Ya'ni Alloh taolo undan keyin oyat keltiradiki, bu suraning oxiridagi bo'lgan oyat, agar ular, ya'ni sahobalarning holatini bayon qilgan. Ayrim holatlarda to'g'ri inson zaiflashib qoladi. Ayrim kamchiliklar insondan sodir bo'ladi. Sahobalarning davrida Muhammad sallallohu alayhi vasallam Madinada turgan paytlarida ayrim yillari juda ham ocharchilik bo'ladi, qurg'oqchilik bo'ladi, qiyinchilik holatlarini ham boshdan kechirishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham yegani narsa topolmay qolgan, uzoq muddatlab och yurishgan ayrim sahobalar o'shanday kunlarning birida
Madinaga bir karvon keladi. Tijorat karvoni kelib qoladi. Unda turli oziq-ovqatlar olib kelgan bo'ladi. Shuni kelganini eshitgan paytida hattoki jumada turgan sahobalar shoshib qoladi. Ya'ni tugab qolmasin deb turib o'sha karvon kelgan joyga qarab shoshib borishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atrofda bir qancha odamlar bilan birgagina qoladi xolos. O'sha narsani Alloh taolo bu yerda qattiq tanbeh berib aytib o'tyapti. Va idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha. Agar ular bir tijoratni yoki bo'lmasa insonni chalg'itadigan biron bir narsani ko'radigan bo'lsalar, o'sha narsaga, ya'ni tijoratga qarab shoshib qolishdi, o'sha narsalarga qarab shoshib qoldilar ular deydi. Va tarakuka qoima, sizni o'zingizni tik turgan holatingizda tashlab ketishdi. Jumada turganligi ham odamlarning esidan chiqib qoldi. Haqiqatdan ba'zida bo'ladi-ku, odam juda ham qattiq qiyinchilik bo'lgan paytida bir narsadan muhim bo'lgan narsa tursa ham u narsa esdan chiqib ketib qoladi. Tezroq o'sha narsani olib oilamga olib borib beray, tezroq o'sha narsadan o'zim tugab qolmasin, olay degan maqsadda demak shoshib qoladi. O'shanday holat sodir bo'lgan ekan. Alloh taolo bu narsaga qattiq tanbeh berib aytib o'tyapti. Demak, ba'zan insonlardan shu kabi narsalar sodir bo'lishi mumkin ekan. Ular o'sha tijorat bo'lgan mol tomonga qarab shoshib ketib qolishdi. Siz esa o'zingizni tashlab ketishdi. Ayting endi, qul ma indallohi khayrun minal lahwi va minat tijara. Alloh taoloning huzuridagi bo'lgan narsa, jumadak bo'lishliginglar, ishtirok etishliginglar, o'sha joyda o'tirishliginglar, quloq solishinglar juma xutbalariga. Shu narsa sizlardagi o'sha tijoratinglardan ham ko'ra, o'yin kulgi bo'lgan narsalardan ham ko'ra yaxshiroq dedi. Demak, Alloh taolo yaxshiroq bo'ladi o'sha joyda bo'lishlaringiz dedi. Ya'ni jumada ishtirok etishliginglar tashlab ketmasdan. Bu albatta insonlarga juda ham qattiq tanbeh bu narsa. Jumani o'tkazib yuborayotgan, bormayotgan odamlarga juda ham qattiq tanbeh bu narsa. Alloh taolo tomonidan. Vallohu xayrur roziqin. Alloh taolo o'zi rizq beruvchilarning eng yaxshisi dedi. Rizqimiz hammasi Alloh taoloning qo'lida-yu. Alloh taoloning izni bilan beriladi-ku, taqdiri bilan taqsim qilinadi-ku o'zi aslida. Demak, inson Alloh taoloning aytganini ado etadigan bo'lsa, insonga albatta rizqi yetib keladi. Inson rizqidan quruq qolmaydi. Lekin qilish kerak bo'lgan ajrli ishlardan quruq qolar ekan. Mana shu narsani Alloh taolo muvozanatni ushlashlikka chaqirdi. Alloh aytganini ado etinglar, rizqinglarni Alloh taolo o'zi kafolatini beradi. Shoshilib qolmanglar, qilishinglar kerak bo'lgan narsani tark etmanglar bu bilan deb oyatga aytib o'tadi. Demak, bu holat bir bo'ldi, qaytib bo'lmagan. Bu esa butun ummatga bu o'ziga yarasha katta dars bo'ldi. Shundan Alloh taolo o'zi beradigan rizq u zotning qo'lida ekanligini aytib, u zotning o'zi beradigani juda ham yaxshi qilib beradi, barakotli qilib beradi. O'shandan qo'rqib qolmanglar, o'zlaringizcha qilishlar kerak bo'lgan narsani tashlab, Alloh taoloni boshqa aytaylik muhim bo'lgan narsalarni tark etmanglar. Rizqinglar bilinglarki Alloh taoloning qo'lida deb aytib o'tadi. Mana shu bilan demak bu Juma surasini tafsirini qilib o'tgan bo'ldik. Endi bunda ko'plab hukmlar bor edi. Juma o'ziga yarasha juma kuni fazilati, bu ummatga berilgan Alloh taoloning katta ne'mati bu. Juma kunida Odam alayhissalom yaralganligi, jannatga kirganligi, qiyomat ham juma kuni bo'lishligi, jumani juda ham katta fazilatlar bor. Alloh taoloning nazdida eng e'tiborli bo'lgan kun hisoblanadi. Bu fazilatni bu ummatga nasib etdi Alloh taolo. Jumaga borishda ham o'ziga yarasha odoblari bor. Juma namoziga borishda inson tozalanib, xushbo'ylanib, yaxshi kiyimlarni kiyib, jumaga ertachiroq borishligi, bu narsalarning hammasi demak ajr mukofotli bo'ladigan narsalar hisoblanadi. O'shandan Alloh taolo qattiq qaytarganligi jumaga e'tiborsiz bo'lib qolishlik yoki jumaga ta'xir qilishlik, xutbani ham tark etishlik, mana shu narsalardan Alloh taolo qattiq ogohlantirib aytib o'tdi. Ayrim hadislarda keladi, inson jumani tark etaveradigan bo'lsa, hattoki 3 jumani ketma-ket tark etadigan bo'lsa, u insonning qalbi muhrlanib qo'yishligi mumkinligi aytib o'tiladi. Alloh taoloning qalbini muhrlab qo'yadi deb keladi. Albatta, juma kimga farz esa musofirga emas. Musofir borsa albatta jumani ado etaveradi. Ayollarga, yosh bolalarga emas. Muqim bo'lgan, sog'lom bo'lgan, jumaga bora oladigan kimsalarga juma farz bo'ladi. Ba'zan bo'ladi inson ishda band bo'lib qoladi.
lekin qalbi doim masjidda bo'lsin. O'shanday bo'lgan odamlarda ham ishni tashlab ketolmaydigan holatda bo'lsa, insonni qalbi jumada bo'lsin, o'zi bo'lmasa-da. Qachon imkoniyat bo'lsa, qachon dam olish kuni bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta birinchilardan jumaga borsin. Agar u inson ishini almashtirishligi imkoniyati bo'lmasa albatta jumaga to'g'ri keladigan ishni tanlashligi, bu inson ham tirikchiligini qilishligi ham Alloh taoloni buyrug'ini ado etishligi bilan jamlashlik bilan bo'ladi. Juma esa farz qilingan amal hisoblanadi. Albatta unga inson borishi kerak hisoblanadi. Mayli, subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.